Temur tuzuklari. Turon zaminni Mo'g'ullar toifasi qoliqlardan tozalash uchun qilgan kengashi. Birinchi qism. Jeta va Ilyosxo'ja lashkarini Movarounnahrdan quvib, Xo'jand daryosining narigi qirg'og'iga o'tkazib yuborgan bo'lsam ham, Mo'g'ullarning ba'zi favjlari Movarounnahr qal'alarida mustahkam joylashib olgan edilar. Avvaliga ularni bostirish uchun lashkarim qismlarini yubormoqchi bo'ldim. Biroq mabodo bu ish cho'zilib ketsa-chi degan fikr meni tashvishga soldi. Shu orada menga Mo'g'ullar qal'alarga yashirinib olganlari haqida xabar keltirdilar. Ikkinchi qism. Lashkar qismlarini u yerga yuborish to'g'ri bo'lmas, deb boshqa chora izlay boshladim. So'ngra Ilyosxo'ja nomidan qal'adagilarga qarata yorliq yozib, urushsiz topshirishlarini buyurdim. Yorliqni bir Mo'g'ul qo'liga tutqazib, unga hamroh qilib lashkarimning bir qismini jo'natdim. Askarlarimga chang to'zon ko'tarib, o'zlarini g'animga ko'pay qilib ko'rsatishni buyurdim. Ilyosxo'janing talabi yozilgan yorliq g'animlar qo'liga tegib, lashkarlarim ko'targan chang to'zonni ko'rishgach, tun qorong'usida qal'alarini tashlab qochdilar. Xullas, Movarounnahr tuprog'i meni o'ldirishga qasd qilgan o'sha zolimlardan tozalandi va mamlakat tamoman mening qo'limga o'tdi. Amir Temur. Ovozlashtiruvchi Qobilov Javohir, Muhammadjonov Muhammad Qodir.